Assalomu alaykum. Mana shu pechkamni men oldin ham sizlarga ko'rsatdim ishlash jarayonini. Xo'sh, mana bu yoqamda shamol berib, mana ichini men sizlarga ko'rsataman. Xo'sh, mana bunday turba kelib, tepaga mana chiqib, bu tomonga ketganda puchka vazifasini bajardi. Mana bu yoqqa ketgani bu отдельно. Mana bu mo'ri. Mana buni ustiga turuvdi. Hozir men kesib oldim. Endi kesib olishimdan maqsad ishlatib ko'rdim. To'g'risini aytsam, mana bu yerga mana buni qizish jarayonida issiq ichi qizigandan keyin bu yoqdan shamol haydab bu tomonga issiq shamol haydayotdi. Endi men buni kesganimning sababi bu yerda qizish olov kam tekkanligi uchun, qizish jarayoni kam joy bo'lganligi uchun baland skoriga qo'ysa uspet qila olmadi qizdirib. Yaxtay shamol haydab qoldi. Past skoriga qo'yib qo'ysa 2-3 metrgacha issiq shamol haydadi. O'shaning uchun endi men buni mana bu yerdan kesib olib tashlayman. Olib tashlaymanda mana shu yerda to'liq yopaman. Endi men sizlarga bunday to'liq tushuntirsam, mana shu yerda yopib, bundan pastiga olov bu yoqqa yonadi. Mana bu yer mana bu ustiga kelib tushganda o'rtada mana shu yer to'liq splashnoy yopiladi. Mana bu yer mo'rini joyi ochiq turadi. Mo'ridan chiqib ketaveradi. Ana endi olov sellikon tegadi. To'liq tegadi. Demoqchimanki, mana bu yerda qizish olov to'liq tekkandan keyin issiq havo ichida ko'p bo'ladi. Qizish jarayon ko'p bo'ladi. O'shani hisobida mana bu puchkamiz keyin to'liq xudo xolasa issiq shamol haydab beradi. Men mana shuni hozir kesdim. Mana xudo xolasa hozir taxlaymiz. Mana o'zim mana svarka o'shani qilib bo'lgandan keyin ishlatib yana men ikkinchi videoni sizlarga qilib chiqaraman. Qani nechinchi skorigacha shu yerda issiq shamolga kuchi yetadi, ili necha metr puchkamiz necha metrgacha issiq shamol haydab beradi, buni sizlarga to'liq arzor qilib beraman.